5 yoshgacha umuman telefon tavsiya qilmaymiz to'liq. Men tavsiyamki, shu telefonni umuman qo'lingizga kam olinglar, iltimos sizlardan. Kamroq doktorga qatnasin. Ko'z qancha yaqin masofaga ko'p qarasa, shuncha zo'riqadi. Quloqchinlardan foydalanish ham quloq sistemasiga va eshitish sistemasiga ta'sir qiladi. Shoh pardada paydo bo'lgan deformatsiya hech qachon orqaga qaytmaydi. Ko'z o'tkirligining pasayishi, ko'zi xiralashishi, ko'z oldida yulduzchalar, xiralashishlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Barchaga yaxshi ma'lum, hozir texnologiya rivojlangan bir davrda yashayapmiz. Xohlaymizmi, yo'qmi, elektron planshetlarga, telefonlarga, umuman olganda gadjetlarga ehtiyojimiz ortib boraveradi. Lekin og'riqli nuqta shundaki, hali 1 yoshga to'lmagan bolalarni jim qilish maqsadida planshet, telefon berib qo'yamiz. Lekin uning salbiy oqibatlari, ko'zga zararlari, ta'sirlari haqida bilamizmi? Keling, batafsil mutaxassislarimizdan javob olamiz. Tadqiqot ishlariga ko'ra, biza bolalarda ommaviy axborot texnologiyalarining bolalarga ta'siri o'rganilmoqda. Ommaviy axborot texnologiyalari, ya'ni gadjetlar juda keng tarqalgan. Bunda o'sha kompyuter, telefon, planshet, simsiz quloqchinlar hamda boshqa gadjetlar, devicelar ko'p tarqalmoqda. Ular to'g'ridan-to'g'ri internet tarmog'iga ulanganligi sababli bolalarning qiziqishi unga ortib bormoqda. Gadjetlar to'g'ri ham yordam berishi mumkin, o'qishiga yordam berishi mumkin bolalarda. Salbiy tomonlardan odam organizmiga, butun sistemasiga ta'sir qiladi. Bu avvalambor ko'ziga, ko'z ko'rish sistemasiga ta'sir qiladi. Ko'rishi pasayishi, ko'z o'tkirligining pasayishi, ko'zi xiralashishi, ko'z oldida yulduzchalar, xiralashishlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ko'z to'g'ridan-to'g'ri bosh miyaga borgandan keyin boshda nevrologik va psixik o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Ko'p ko'rish, haddan tashqari ko'p ko'rish ham ko'p foydalanish, tinimsiz, uzluksiz foydalanish internet va gadjetlardan bolalarda salbiy psixologik ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Psixoemotsional ta'sirlarga, bolalar jizzaki bo'lib qolishi mumkin. Ko'p narsa xalaqit berish mumkin. Riski qattiq tovushlarga ta'siri kuchayib ketishi mumkin. Quloqchinlardan foydalanish ham quloq sistemasiga va eshitish sistemasiga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, bolalar uzluksiz va tinimsiz foydalanganligi sababli ovqatlanishni esdan chiqarishadi, yo haddan ziyod ovqatlanib ketadi. Ular bolani haddan ziyod ozib ketishiga, semirib ketishiga olib kelishi mumkin va oshqozon ichak tizimida o'ziga xos kasalliklarga olib kelishi mumkin. Ich qotishi, ko'p bitta joyda qotib o'tiravergandan ich qotishiga olib kelishi mumkin. 90% bolalar telefondan foydalanishi aniqlangan. 90% bolalar yana o'z shaxsiy elektron qurilmasiga egaligi, bitta yoki bir nechta elektron qurilmaga egaligi aniqlangan. Yo'q bolalar ham, masalan, 5-sinf yoki kichkina yoshdagi bolalar o'zining telefoni bo'lmasa ham ota-onasi telefonidan foydalanishgani o'zlari aytib o'tishgan. Bizning institutimiz tomonidan Toshkent shahrida maktablarda 900 nafar o'quvchilar orasida 11 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida tadqiqot o'tkazildi. Tadqiqot so'rovnoma metodi orqali o'tkazildi. So'rovnomada bolalar o'zlari savolga javob berish va subyektiv baho oldik. Bu tahlilimizga ko'ra, tadqiqot tahlilimizga ko'ra 25% bolalarda ko'z organi bilan bog'liq muammolarga, 22% bolalarda quloq organi bilan bog'liq bo'lgan muammolarga shikoyat etishgani o'zlari belgilab o'tishdi. Hozir dunyo bo'ylab bolalarga keng miqyosda qo'yilayotgan nevroz, nutq muammolari rivojlanishining sustlashishi kabi tashxislarning negizida zamonaviy hayot tarzimizga kirib kelgan planshetlar, telefonlar sabab bo'lmoqda. Oftalmolog Eldor Yusupov fikriga ko'ra 80% yoshlarda ushbu muammolar kuzatilmoqda. Hozirgi kunda yosh bolalarimizni ichida ko'p uchraydigan aynan ko'z bilan bog'liq bo'lgan muammolar juda ko'payib boryapti. Chunki oxirgi paytlar o'sha telefon gadjetlardan foydalanish o'sha ko'paydi. O'shaning hisobiga
bolalarda kasalliklar ko'paydi. Asosan bolalarda ko'rish qobiliyatiga va o'sha ko'z qurish holatiga, ko'zini zo'riqish holatiga ta'sir qilyapti. Aynan telefon gadjetlarni ko'pchilik oddiy holatda tushunishyapti, lekin buni oddiy tushunish kerak emas. Avvalambor ota-onalarni o'zi tushunish kerak bu masalani, chunki telefonning qanchalik zararini biz umumiy holatda bilamiz, lekin aynan mutaxassislardan qanaqa tavsiyalarni aniq bilib olishlari kerak. Telefon gadjetlarini nima uchun biz mumkin emas deyapmiz? Chunki birinchidan yaqin masofada joylashadi va ularni ekranlari juda ham kichkina. Ko'z qancha yaqin masofaga ko'p qarasa, shuncha zo'riqadi. Aynan bolalarimiz telefonga me'yordan ortiq qaragani hisobida vaqtida ovqatlana olmay qolishyapti, vaqtida uxlashmayapti. Bu ham o'z navbatida ko'rish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Ko'zni tuzilishi bor. Aynan ko'zni tubiga nurni yetkazib beradigan, tashqi tomondan keladigan nurni yetkazib beradigan 3 ta ko'zda apparat bor. Birinchisi shoh parda, ko'zning ustki qavatida joylashadi. Ikkinchisi qora chin orqasidagi gavhar va uchinchisi shishasimon tana. Uchala apparat tashqaridan tushayotgan nurlarni sindirib ko'zni tubiga yetkazib bersa, biz 100% ko'ramiz. Endi asosan hozir yosh bolalarimiz yaqin masofaga, ya'niki o'sha telefon gadjetlarga qarashganda gavhar degan apparatimiz zo'riqadi. Gavhar bizlarda elastik bo'ladi. Uzoqga qarasak torayadi, yaqinga qarasak kengayadi. Bu fiziologik jarayon. Endi buni elastikligini ta'minlaydigan muskullari, o'rab turgan muskullari va iplari bor. Yaqin masofaga qaraganimizda gavhar kengayadi. Kengayganda iplari va muskullarni o'ziga qarab tortadi. Va agar bu jarayon uzoq muddat davom etadigan bo'lsa, yordamga shoh pardani ham chaqiradi. Shoh pardada paydo bo'lgan deformatsiya bu orttirilgan minusga sababchi bo'ladi. Ota-onalarimizga shuni tavsiya qilardimki, aynan me'yorini bilish kerak. Boya siz savol berdingiz, qancha muddat agar onlayn kitoblar o'qiladigan bo'lsa, bizlar to'liq 5 yoshgacha umuman telefon tavsiya qilmaymiz. To'liq 5 yoshgacha, 5 yoshdan katta bolalarga 11 yoshgacha 15-20 minutdan yarim soat 1 soatgacha bo'lib o'sha uyga berilgan uyga vazifalarni ko'chirib olishga ruxsat beryapmiz. Bizda yuqori va pastki qovoq bor. Bu ko'rish ko'zimizni tashqi muhitdan himoya qilib turadi va changlardan tozalab turadi. Tagida ishlab chiqariladigan ko'z yosh bezlari bor. Aynan har marta ko'zimizni yopib ochganimizda o'sha suyuqlik ishlab chiqarilib, ko'zni tashqi tomondan oziqlantirib, changlarni yuvib ketadi. Bu jarayon 1 minutda 20 marta bo'lishi kerak. 20 marta agar ko'z yopib ochilsa, demak ko'zni namlikka ehtiyoji qondiriladi. Telefon gadjetlarga, monitorga diqqat bilan qaralgani hisobida, demak 9-10 marta ko'z ochib yopiladi va 10 martasida ko'z ochiq qolib ketadi. O'z navbatida shohparda 3 shoxli nerv bilan oziqlanadi. Shuni hisobidan 3 shoxli nervni ham bu o'sha shoxchalariga ta'sir qilib, bolani asab ruhiy holatiga ham ta'sir qila oladi. Bolalarimiz hozir oxirgi paytlarda juda ham jizaki, uyqusi buzilgan, aynan mana shu telefonlarning ta'siridan. Ko'z to'g'ridan-to'g'ri tashqi muhitdan nafas olish kerak, ko'proq toza havoda sayr qilish tavsiya qilinadi va meva va sabzavotlar, asosan sabzi, buni hamma biladi. Sabzi, ko'katlar, mevalar iste'mol qilinadi va baliq go'shti. Baliq go'shtini ko'proq iste'mol qilish kerak bo'ladi. Va asosan toza havoda ko'proq, endi jismoniy aktiv harakat bo'lganda qon aylanishi yaxshi bo'ladi organizmda va shu jihatdan ham ko'zga ham yetarlicha qon keladi. O'sha hattoki shunaqa holatlar bor, yaxshi o'sha tashqi muhitdan vitaminli mahsulotlar yegan bilan agar jismoniy harakat bo'lmasa, uni ko'zga yetib kelishi qiyin bo'ladi. Baribir ko'zda nuqson rivojlanishi mumkin, refraksion amal. Juda ham ko'p uchrab turibdi bu narsalar. Aynan ota-onalarning o'zlari faqat kech bo'lganda, ya'niki o'sha ko'rish qobiliyatida o'sha refraksion anomaliyar rivojlangan paytda kelishyapti. Agar shohpardada paydo bo'lgan deformatsiya hech qachon orqaga qaytmaydi. Bu ko'zoynak taqishga yoki ko'zda refraksion operatsiyalar o'tkazishga sababchi bo'ladi.
Masalan, virtual o'yinlarni faol o'ynash jarayonida inson organizmida dopamin miqdori ortadi. Buning natijasida bola o'zini baxtli va xotirjam his qiladi. Bunda o'yinlarni ko'p o'ynayvergan bola halovatini yo'qotadi, unda sababsiz xavotirlar paydo bo'ladi. Natijada faqatgina qo'lida o'yin o'ynash qurilmasi bo'lsagina xotirjam va quvnoq bo'la oladi. Bu psixologik tobelik vaqt o'tishi bilan jiddiy kurashish kerak bo'lgan muammoga aylanadi. Koridorda vrach poylab turgan va bu muammolardan shikoyat qilib kelganlar orasidan bir onaxonning fikrlariga ham qiziqdik. Mani tavsiyam shu yosh bolalarga telefon berishmasa, bolalarga telefon berishadi, jim o'tirganiga so'yinishi o'zini ishligini qilishaveradi. O'zligi ham soatlab telefonda gaplashadi. Men tavsiya qilamanki, shu yoshlar ham shu telefonda kamroq gaplashsa, bolalarga kam telefon bersa deb, mana bittaga avtomologlarga kelib yurishmasa. Hammalarini men hurmat bilan shu yoshimda 77 ga kirdim. O'zimni ko'zim biza paytda telefonlar bo'lmagan, biza gaplashmaganmiz. Endi hozirgi yoshlar hammasi telefonni o'ynab, avtobusda ham ko'rasan, telefonga yotib olishgan, yo'lda ham ketayotganda mashina urib ketsa ham telefonga yopishib olgan. Men tavsiyamki, shu telefonni umuman qo'lingizga kam olinglar, iltimos sizlardan. Kamroq doktorga qatnaysizlar. Endi hozirgi yoshlarga gapirsangiz, ishingiz bo'lmasin, sizni nima ishingiz bor? Sizni meni onam boshqa deydiganlarni ham eshitasiz, eshitasiz. Endi biz oldin kichkina paytimizda aytishardiki, kattalarni hurmat qil, nima desa xo'pdi, narsalarni olib borishni berib o'rgatirdi. Hozir unaqalar desangiz, hozirgi yoshlarning jahli chiqib ketadi. Shuning uchun ko'p odamlar indamaydi, gapirmaydi. Bu narsani kamaytiringlar deyman. Indamay ketadi bir xillar bo'lsa hamda ketadi. Qo'lini maqat qilibdi endi. Endi shu narsani men televizorda ham ko'rdim. Aytishganini doktorlar. Mana mashta ham men ko'ryapman de, chaqaloqlarni olib kelishyapti. O'zidan o'tganda u narsa, o'zi yosh 2 qatligida shu ko'zi yaxshi bo'lmagan, u bolaga ham o'tgan. Nima deganda o'tadi-da bu narsa. Shuning uchun men yana iltimos qilaman, mana shu yoshlardan umuman telefonni qo'lingizga kam olinglar. Bolalaringizga bermanglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Dunyo miqyosida 70-80% bolalar gadjetlar bilan bog'liq muammolardan aziyat chekib kelmoqda. Bular orasida sizning ham farzandingiz bo'lishini istamasangiz, buni oldini oling.